10-chi kun azizlarim, Xudoga shukr, Allohimga shukrlar bo'lsin, 10-chi kunga ham yetib keldik. Uydan tushirishda mana shu darvozamizni ham bir videoga olib qo'yayin dedimda olib qo'ydim. Buni darvozani ko'rib nima esimga tushib ketdi. Sohibjamol Maxluqda saroyda oldidagi darvozasi bo'ladi-ku, shunga o'xshab ketayotgan darvozamiz. 10-chi kun bugun ham Xudo xohlasa yurishga chiqib ketyapman. Qaranglar, do'stlarim, hash-pash degancha 10 kun o'tib ketib qopti. Oldin zerikib o'tirardim, nima qilsam ekan deb bir narsalar izlab topib olib, yozib, chizib, hozir endi shu video olib internetga qo'yishni boshlaganimdan beri nima, Xudoga shukr, salgina ovundim. Ko'p zerikmayapman. Zerikishlarim kam bo'lyapti. Havo bugun juda ham chiroyli, o'zi ham mazza qilib yuradigan havo. Uyda o'tirib kampir qaragan qizlarmi yoki zerikaydigan qizlar bo'lsa, bitta maslahatda sizlarga albatta video olib qo'yishni boshlanglar. U qanaqa video bo'ladi, farqi yo'q. Nima desam, odamni kamgina ovundirar ekanda. Nima qilamiz endi, boshqa ilojimiz yo'q. Ovunadigan boshqa narsalarim bor-u, nima oldi, men o'zim to'qishga qiziqaman. Kunduzlar ba'zi paytlar bir narsalar to'qiyman, undan ham bo'sh payti odam nima qilishini bilmaydi-da. Shunaqa gaplar do'stlarim, hammaga tong xayrli bo'lsin, kunlaring yaxshi o'tsin.